Power management bu o'zingizda bor energiyadan to'g'ri foydalanish. Energiya bu resurs cheksiz emas. Ko'pchilik vaqt to'planmaslik haqida gapiradi. Energiyani to'play olmaysiz. 10 ta tortana olasiz deylik. Hozir tortinmaysiz, ertaga tortinmaysiz, 10 kundan keyin bittada 100 ta tortana olasiz. To'planuvchi narsamiz. Keyin miyani bitta juda yomon tomoni bor. O'sha zo'rta kitob bor, Nishita mozga degan. Ya'ni miyani kamchiliklari haqida yozilgan. Kamchilik ko'p realni. Bu jarayoniy kamchilik, tako. Inson borki, nuqson bor. Masala shundaki, energiya tez ketadi, sekin to'planadi. Ya'ni 20 minutda charchab qolasiz, uni keyin haligi joyiga qo'yish uchun 4 soat vaqtingiz ketishi ehtimoli bor. Shuning uchun power management masalasida bir nechta kitob tavsiya qilishim mumkin. Chuqurroq kirib, asosiysi nimaga taqaladi? Kerak emas narsalarni boshdan chiqarib tashlash kerak. Uyquni to'g'irlash kerak. Yozma rejalashtirish. Misol uchun men rekordsmen bo'laman, boshqa bo'laman, men обязательно yozib olaman. O'tkir qalam yaxshi xotiradan yaxshiroq. O'shanda energiyangiz ketmaydi, tashqi nasitillagani qilasiz. То есть yuk qo'yish ko'tarilmaysiz, nimagadir qo'yib qo'ygandek bo'ladi. Mana bu fikrlar yurmaydi, yozma ravishda bo'ladi. Qaysidir qism energiyani qilasiz, tejashni boshlaysiz.